qo'rqib qoldim, nima deyishni ham, nima qilishni ham bilmay qoldim o'sha payti. Sankt-Peterburgda sotilib ketgan bola xo'rlangan, tayoq yegan. Ikkovimiz bir-birimizni tushunmadikmi? Ya qandaydir bir gapimizga to'g'ri kelmadimi? Har doim men siz xohlaganday bo'lavermaydi. Mana ukamiz meni uyimgacha kelibdi. Butun O'zbekiston xalqidan kechirim so'rayman. Aka-ukalar kecha videorolik chiqargan edik. Sankt-Peterburgda sotilib ketgan bola xo'rlangan, tayoq yegan. Marhamat, videoni ko'ringlar. Hamma fikrini kommentariyaga yozib qoldirsin. Har doim men siz xohlaganday bo'lavermaydi. Hayotda shunday o'nqir-cho'nqir yo'llari bo'ladi. Da jaydari yigit ekan, borgan, qo'rqitmagan ekan. Xullas kalom, videoni ko'ringlar. Like bosib tarqatib qo'yinglar. Internetga rikka chiqib ketgan mana ukamiz meni uyimgacha kelibdi. Internetga kira olmabdi. Mana oshnalari bilan kelgan mana shu yerda. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, yurtdoshlar. Endi men ko'p qiyinchilik ko'rganman. Ko'p nima qilib ko'rganman. Ikkom mana shu Baxtiyor ikkomiz o'rtamizda anglashilmovchilik, tushunmovchilik bo'lgan. Qo'rqib qoldim, nima deyishni ham, nima qilishni ham bilmay qoldim o'sha payti. O'sha olgan odamga qo'rqqanimdan aytib berganman. Butun O'zbekiston xalqidan kechirim so'rayman. Men hech bir o'zi uncha-muncha chekkaga chiqib nima qilmaganman. Oilaviy sharoitim og'irroq, katta. 4 ta farzandim bor. Shuni boqish maqsadida katta ro'zg'orimni bir oyoqqa qo'yib olmoqchi maqsadimda Baxtiyor ismli shaxsning oldiga bordim. Ishlab pul topib kelaman deb. Ikkovimiz bir-birimizni tushunmadikmi? Ya qandaydir bir gapimizga to'g'ri kelmadimi? Shu munosabatimiz tufayli bir-birimiz bilan kelisholmay qoldikda, tushunmay har xil narsalar gapirib, ana qilib qoldik. Uzr, O'zbekiston xalqidan agar bezovta qilmasdan kechirim so'rayman. Bu bobom bilan do'stim bo'ladi. Birga o'qig'amiz maktabda, bir qishloqda turamiz. Bu Baxtiyorim bizni hamsiyamiz bo'ladi. Ular ham hammamiz bir qishloqda turamiz. U ham bir noto'g'ri qilmagan. Buni ham bir ishlab oilasiga, buni oilasida katta yetishmovchilik bor haqiqatan. Bir bolali bo'lsa turib, u oldinroq ishga ketgan, bir ikki marta ishga borib ishlagan, buni chaqirgan. Ikkovi orasida katta kelishmovchilik bo'lganda, hech qanday bir unday narsalar bo'lmagan. Prosta ketganda u. Buni gapini bilmay gapirib yuborish anosiga ega. Shuning uchun butun vatandoshlarimizdan uzr so'rayapti.